Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli cemaat. Allah Teala hemmelarınki kılgan ibadetlerini ve tutkan rozusunu öz dergahide kabul kılsın. Ramazanның ahirki 10'uga kiriyatimiz. Ahirki 10'da texnik kuch-quvvat ata qilsin. Mushu Ramazandan Allah'a yaqinlashgan ve taqvolikdan ibarat. Mushu güzel hislatni özümüzde yerleştirgen halda chiqib nasib qilsin. Amin. Bugün kishilarninki tashqi ko'rinishiga, kiyim-kechigiga, qiyofatiga, shakliga qarab hukm qilmaslik haqida to'xtalamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taqvolikni tushuntirib, at-taqvo hahuna, at-taqvo hahuna, at-taqvo hahuna deb 3 qatim qalbiga ishorat qilib taqvolik mishada deb tushuntirganda, taqvolik asli qalbda bo'ldi. Kimning taqvodor, kimning bak dindor ekanligini biz uningga bilmaymiz uni. Faqat uning ko'rinishlari, ba'zi ifodalarini sirtda ko'ra olamiz. Ba'zi shunga o'dil keladi, ba'zi uning o'dil kelmaydi. Chunki ba'zi odamlar ichi boshqa, teshi boshqa bo'ladi. Shunga mushu masalalarda kishilarninki shakliga qarab, ko'rinishiga qarab hukm qilayotmaslik kerak. Mau obdan odam, mau eski odam deb unda qilayotmaslik kerak. Bulapmi? Alloh taologa yaqinmi? Alloh taolodan uzoqmi? Buni biz bilmaymiz. Uninga hukm oldirib hukm qilmaslik kerak. Buningda shunda bir qissa bor. Malik ibn Dinar degan bir olim o'tganda, bu kishi bir kuni mushu Bag'dodningki masjidlardan bir masjidga kiribdi. Bag'dodga bir ish bilan kelgan ekan. Ishini tugatib, peshin namozini o'qibdi. Jamoat bilan o'qibdi. Jamoat peshin namozidan keyin yomg'ir talab qilib duo qilibdi. Undan keyin asr namozini birga o'qibdi. Jamoat yana asr namozidan keyin yomg'ir tilab duo qilibdi. Shomni o'qibdi. Shomdan keyin yomg'ir tilab duo qilibdi. Xuttanni o'qibdi. Xuttandan keyin yomg'ir tilab duo qilibdi jamoat. Shu chaqdan aytib qurg'oqchilik bo'lib ketibdi ekan. Yomg'ir faqat yog'mabdi. Shuni bilan kech ulabdi. Malik ibn Dinar endi ketay desa qorong'u. Uni shu masjidda uxlab qolay deb masjidning bir bujugiga berib o'ltiribdi. O'ltirsa bir odam kiribdi. Bir odam kirib muda yengib qarab o'tib, Malik ibn Dinarni ko'maydi endi. Masjid qorong'u bo'lgandan keyin turib, ammo bu odamning namoz o'qigan yerga oyninki sholisi, ya'ni uning yo'riqi tushyotdi ekan, uni Malik ibn Dinar ko'rib, shaklidan tatib meni ko'rib turdi endi. Qari qo'l endi, chochlari chuvilib ketgan, kiyimlarini aytib yirtliq, shundaqligini aytib bir ko'rimsiz bir odam kelib 2 rakat namoz o'qib bo'lib, "Ey Alloh, bandilaring baq qiynalib ketdi, rahim shafqat qilgin, yomg'ir yog'dirib bergin. Ey Alloh, yomg'ir yog'dirib bergin" deb 3 qatim shunda duo qildi deydi. Shundan keyin bir chaqmoq chaqildi, guldirlab, oqidli yomg'ir shoqirab yig'ib ketdi. Shundan keyin odam gap qilmay masjiddan chiqatdi. Chiqatgandan keyin shuni bilan Malik ibn Dinar deydi, "Men bu odamning oqisini bir mengib boqay, kim ekanligini bilay" deb oqisdan mengibdi, mangsa bu odam bir ko'chaga kirib, bir uyga kirib ketibdi. Kirib ketganda oqisdan kiramabdi hamda, kirib eshikni kirib ketibdi. Shuni bilan uyni ishorat qilib olib, ayadim bidani sig'izni elib ishorat qilib qo'yib uyga ketgan, aytisi keladi. Aytisi kelsa, bu bir quldorning uyi ekan. Ya'ni qul sotitgan bir boyning uyi ekan, uyg'on o'ylar ekan. Endi odamning kirib ketgani oshning ichidagi eng nachar kapidak bir uy ekan, jiq o'ylab ekan. Shuni bilan shu quldorningki ho'ylishga kirib, "Menga bir qul kerakdi" degandan keyin shu yosh, kuchlik, shunda ayda qullarni qator ko'z tutgan. "Mau bo'lamdi, av bo'lamdi, mau bo'lamdi" degandan keyin bu Malik ibn Dinar ko'rgan odam yo'q uning orasida. "Ya, men boshqa birisini istaydim, sen boshqasi yo'qmi?" degan. "Hammasi bu shu" degan. "Yo'q, biz
yeşi çoğunroq bir adamni, qeriroq bir adamni ko'rgandim. Ha, oyada bir qul bor, u hech ishga yaramaydi, u qirib qilg'iliq ham bir ishni qilolmaydi u. Uni sizga sotsam sizni oldigan bo'lib qolaman. Chunki hech qanday ishingizga yaramaydi deganda, "Ben shuni ko'rsam bo'lamdi" dedi. "Tamam, ma'qul ko'ramiz" deb aytdi. Ko'rsatsa o'sha odamning o'zi, "Tamam, men bu odamni olay" deb shu odamni epdi u. Elab uyga birga kelib o'tibdi, paranglashib kelib, uyga kirib, siz shu duo qilganda yomg'ir yog'ib ketdi. Sizning Alloh taolo qilgan qanday yaxshi amallaringiz bor, duoyingiz darhol ijobat bo'ldi. Menga deb beralamsiz degan ekan. Yaxshi boshqasini o'xshatga o'xshaysiz, menda unday xislat yo'q degan. Yo'q, men sizni o'z ayni ko'rdim. Hatto aqlingizni berib, uyingizni ishkiga ishorat qilib keldim. Siz shu degan. Turib ketib, 2 rakat namoz o'qiyotgan bu halqa, qul halqadan 2 rakat namoz o'qib, sajdada, "Ey Alloh, sir oshkorlanib ketdi. Endi men buni yashamayman, jinimni og'an" dedi. 3 qatim oqoqni aytadi deydi. Sajdada turib, shuni olimda yana o'lab ketdi, ashada o'lab qoldi deydi. Allohning shunday bandalar bor ekan hamda. Bu qatim Saudiya Arabistonidagi katta ulamolardan birisi, bu Saudiya Arabistonidagi podshoh oilasidagi bir emirning bir qissasini deb turibdi. Qanday qissa ekan desa, bu emir o'tgan yil herhalde hajga chiqibdi. Hajga chiqib shu Minada qo'nish jarayonida bir kechasi endi uyqusi kelmay chiqib shu Jabal Rahmat, shu Arafatdan Jabal Rahmatni ashanda ko'rib aylanib kelay deb chiqsa, shu Jabal Rahmatning qishda bir bucakda qeri yashanib qolgan bir adam o'tiramish. Pokistonlikmi yoki shu arabchini mundaqalik buzibroq qilgan adam ekan. Shuning qishnimida o'ssa, "Ha, menga go'sha keldingizmi?" debdi. "Yo'q, siz go'sht burganmi bekimga? Nega burgan?" degan. "Yo'q, Allohdan go'sht tilgandim, go'sht kelatdi menga" degandan keyin amir turib ketib, "Go'shtingiz kelib qolganmi?" deb, "Ha" desa, darhol telefon qilib, o'zininki shu chedirdagi odamlarga "Miyaga bir 5 kilo pişirilgan go'sht ekilanglar" deyotgan. Darhol 5-10 minutda ekib bo'lgan uni. Akagandan keyin shuni o odam go'shtni yetgan. Go'shtni yeb qo'shiqi to'ygandan keyin go'sht eshib qoldi ekan. Shu oraliqda oldidan bir Yamanlik hojilar bir qanchalar paranglashib oldidan o'tib ketgan shu qorong'ida. "To'xtab turinglar, men ekilinglar" deb, "Men bir go'sht yotdi, yeb bo'lmadim, sizlar yanglar" deb bertgan. Bergandan keyin u elib ketgan. Ketgandan keyin shunga o'tirib, yana bir odam duo qilib, "Ey Alloh, endi menga shu pinni silingan choy bergan" deb duo qilganda, ya'ni bu emir hayron qolgan bunga. Qarab tursa, bir qancha minutdan keyin haliqi go'shtni aketgan Yamanlik odamlar, "Bizim yerda choy bor ekan, yanimizda choy bor-da. Qarasak saniliqi sizning yeningizda choy yo suv yo'q, o'tiribsiz, go'shtni quruq yeyapsiz. Shu choy akeldim" deb bir istakan choy akibdi. Shu nima seliqliq, pinni seliqliq endi choy. Yana bini akib biringlar menga debdikan, yana bini akib biribdi, uni amirga beribdi. Emir deb biribdi, "Shu choy hayotimdagi eng lazzatli choy bo'ldi" deb. Choyni ichib bo'lgandan keyin o'tirib, bu odam yana duo qildi. "Ey Alloh, bugun men bek herib ketdim. Menga endi men shu nimaga berishim kerak endi. O'zimga chedirga berishim kerak. Menga bir mashina kerak" deb duo qildi. Duo qilgandan keyin Emir, "Agar mashina kerak bo'lsa, men telefon qilsam, bizning odamlar kelsin" deb tursa, "Yo'q, to'xtab turing" deb turtgan. "To'xtab turing, keladi. Allohning tilidan keladi" deb tursa, mudalqa saqchilar mashina bilan cho'glab yurib, xerisal, eziqib qolgan mundaqilni mashinaga elib degan yerga apirib qo'ygan bir ishlar bor endi. Shunda mashina beshiki to'xtayotgan edi. To'xtagandan keyin qo'l ishorat qilib mashinaga chiqib, shuni olib ketil qilibdi. Ketil qilgandan keyin amir turib, "Siz meni tanidingizmi?" debdi odamga. Yani yo'q, tanımadım, tanışım muhim emas. Hammamiz Allohning bandalari. Men Allohning quli, sizmi Allohning quli. Hech qanday farqimiz yo'q. Tanishning hech qanday ahamiyati yo'q deganda, "Yo'q, men xato tushunib qoldingiz.
men mushu emir, men mushu podshoh oilasidan sizniki bir qanday bir ehtiyojingiz bo'lib qolsa bundan keyin men kartamni beray, menga telefon qiling deb kartani tanglasa, sizning kartangizga nima ehtiyojim bor? Men Allohga nima desam Alloh berib olsa uni. Allohdan boshqa kimdan bina so'raymanmi? Unda qilmayman. Kartangizni qo'lingizga eling deb ketdi deydi. Ketganda darhol bu amir kirib, shu chedirga berib, Saudiya Arabistonning dangliq ulamolardan birisiga o'sha qissini deb birda shunda bo'ldi degandan keyin bu ajablanarli emas. Biz bilan siz yer yuzida mashhur bo'lgan bilan Allohninki osmonda mashhur bandalar bormi shunda? Ya'ni ismi osmonda mashhur bo'lgan bandalar bor. Biz buni bilmaymiz dedi deydi. Hamda hayotda shunday ishlar nihoyatda jiq hamda insonning bunday shakliga qarasa, ya'ni uningdan alohida bir karomatni ko'rgili olmaydi. Lekin nurg'un karomatlar ayda koni kiyimlarninki ichiga uyushtirilgan hamda bu g'arb dunyosida, ya'ni nimada Amerikada bunday bir nima qissa bo'lgan ekanda. 2 yaşınıp qolgan dehqon 1884-yil bo'lgan ishimdi. Yaşınıp qolgan dehqon o'zining aşı dehqonchilik aşı kiyimi bilan, aşında dehqonchilik nimasi bilan, ya'ni aşı Boston degan, Amerikaning Boston degan shaharga beribdi. Aşaga berib, aşada Harvard universitetiga kiribdi. Kirib bu shu universitetning mudiri bilan ko'rishatdi deb kelgan uningda shakliga qarab sekretar mudirning vaqti yo'q, bek aldirash degan. Yo'q, biz kutib o'tirmiz mayli. Qachon chaqirsa ikki og'iz gapimiz bor deb ko'rishatdi degandan. O'ltirsam o'tiringlarmasa deb aşı chaqirtmay shunda uzun o'tirg'izib bir vaqtda chaqirtibdi. Chaqirishning oldida sekretar debdi, mudirning ishi aldirash, gaping bo'lsa 5-2 minut deb chiqtinglar ya da o'tiravermay deb endi deb ketgan. Ma'qul deb kirib mudirga o'zini tanishtirib, biz menda yezdan kelgandik. Bizning balamiz mishada o'qiganda degandan keyin, bu yerga qadamning balları o'qiydi, sizning balangizdan boshqasi. Balamiz ulab ketdi. Şu balamizningki bir yodikorni qilib qo'yil deb to'kmishaga desa, har bir ulab ketgan bir bola uchun bu yerda yodikor qilib qo'yg'ili, bu mozorliq emas, bu universitet bu. Unda qilolmaymiz. Boshqa gapinglar bo'lmasa chiqtinglar degandan keyin, yo'q, biz yodikorlik qilib qo'yamiz deganimiz mishaga bir universitet yoki shu universitetga bir yordam qilayli debdik. Yoki shuning nomida universitetning bir fakultetmi binasi salayil debdik. Degandan keyin u odamning da kiyimiga qarab hamda aytdi, dehqon hamda bek oddiy kiyingandan keyin bek kambag'al odam o'xshaydi deb mudir. Bilamsizlar, bu universitet $7,5 million putgan bu. Anchalik pulini bormasdan baka gap qilma, asta chiqasanlar bo'ldi degandan keyin ayol yerga, "Hey dadasi, $7,5 million universitet sog'il bo'lgan-ku. O'zimizmi sog'maymizmi uni? Bu yerga anda bir fakultetni sog'ish o'zimiz mustaqil bir sog'maymizmi?" deyotgan. Degandan keyin u mudirning og'zi ochiq qolganda, bu boy odamlar keldi deb. Shuni bo'ldi emisa biz ketdik deb ketgan. Shuni berib bular shu Kaliforniyaga berib, Kaliforniyada Stanford universitetini qurdi ekan. 1884-yilda Stanford universiteti hozirgi dunyodagi mashhur universitet. Demak, hamda insonninki o'ylig'i tashqi ko'rinishiga qarab faqat hukm qilish to'g'ri emas-da. Nurg'un vaqtda bu xato chiqadi. Shunga biz insonlarga muomala qilishda har bir inson bir dunyo, har bir inson bir olam. Her bir insanın bir alayidligi, bir xususiyati, bir güzelligi borda. İnsanlarni past ko'rmaslik, oddiy ko'rmaslik kerak. Balki biz ko'zga ilmagan insonlar bizdan necha hassa yuqori bo'lishi mumkin. Hatto o'sha ezib ketgan odamlarni bu, xato yo'lga ketib qolgan odamlarni bu hidoyat topmaydi bu. Bu to'g'ri yo'l topolmaydi deb qat'iy demaslik kerak. Uningga biz shu mehr shafqat bilan yaqinlashish kerak masalan.
Onun g'azab nafrat bilan qaramaslik kerak. Chunki g'azab nafrat bilan hech kim qilib bo'lmaydi. Mehr shafqat bilan uni har qanday odamni yaqinlashtirib bo'ladi. Masalani hal qilib bo'ladi. Alloh taolo hammamizni to'g'ri yo'ldan ayirmasin. Hammamizning ibodatlarni qabul qilsin. Hammalarga Alloh taolo rahim shafqatini ayirmasin. Amin.